alaykum. Menda birinchi marta fotosessiya, ozgina hayajon borda, yordam berib yuborasiz? Alaykum assalom. Bo'ldi. Men sizgacha hamma oynani qo'yib beraman-da. O'zingizga, sochlaringizga, yuzlaringizga qarab, ana o'zingizga ishonch hosil qilsangiz bo'ladi. Shundan keyin bemalol sekin kadrlarni boshlayveramiz. Ha, rahmat. Portret fotosessiyasida biz shoshmasdan harakat qilishimiz kerak. Albatta kelgan mijozda qanaqadir qo'rquv, hayajon yoki ikkilanishlar bo'lishi mumkin. Uning uchun biz 10 minut, 15 minut ozgincha podgotovka qilib olamiz. Bu orada biz svetlarni to'g'rilab, mijozga qaratib ishlashimiz mumkin. Orada mijoz bilan gaplashib turib, balki u qanaqadir kadrlar xohlayotgandir, o'zidan referenslarni so'rab, o'shanga moslashtirib, vaqtdan unumli foydalangan holatda nastroykalarni to'g'irlab olsak bo'ladi. Bizning portret fotosessiyasida bo'y barobar emas, beldan yuqori qismini rasmga olishimiz kerak bo'ladi. Bu paytda odamni qo'llar tekis emas, biroz buklangan bo'lishi kerak. Sababi hech qanaqasiga qo'lda kesilib ketishi mumkin emas. Keyingi holatda men modelga yaqinroq kelaman. Bu paytda model biroz qo'llarni yuqoriroq ko'tarib ishlashi kerak bo'ladi. Modelga yana ham yaqinroq kelganimizda model qo'llarini yuziga yana ham yaqinroq ushlash kerak bo'ladi. Sababi faqat yuz bilan kaft ko'rinadi. Biz portret olayotganimizda fokusni modelni aynan ko'ziga qaratishimiz kerak. Ayniqsa kameraga yaqin turgan ko'ziga. Masalan, chap tomoni bilan turibdi, chap ko'ziga yoki o'ng tomoni bilan turgan bo'lsa, o'ng ko'ziga fokus qaratishimiz kerak bo'ladi. Bizning portretlarimizda yana ham raznoобразный chiqish uchun qanaqadir rekvizitlardan foydalansak bo'ladi. Masalan, stuldan foydalansak bo'ladi. Bunda har xilroq kadrlar qila olamiz. Yangi rakursda boshqacha pozalarda. Yaxshi, zo'r. O'zgarib. Va tishdan ko'rsatib. Sizlar ham shunaqa chiroyli portretni olishni xohlasanglar, bizning maslahatlarga albatta amal qiling va bizda bundan yaxshi ma'lumotlar hali oldinda bizning rasmiy sahifalarga obuna bo'ling.